Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbeti lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Sizu bizlarni yo'q yerdan xor haqir narsadan yaratib, ilm ila aziz qilgan, yaratgan Robbimiz Alloh taoloni o'ziga hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshchimiz, ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun yana sizlar bilan Navoiyni eslab ko'rsatuvimizni keyingi sonida ko'rishib turibmiz. Allohning inoyati bilan sizu bizlarni yana diydorni nasib qilgan Allohning o'ziga hamd va sanolar. Bugungi ko'rsatuvimizda yana ustozimiz Ulug'bek Ahmedovni yana taklif qilganmiz bugungi ko'rsatuvimizga. Ustoz, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat, Dilshod. Alloh qadamlaringizni xayrli qilsin. Bugungi Navoiyni eslab ko'rsatuvimizda o'tgan safargi sizdan Navoiy haqidagi eshitgan narsalarimiz, tarbiyaviy narsalarni, hikoyalarni eshitganmiz Navoiydan. Bugun endi Hazrat Navoiyni qancha ulug'lasak, bu kishini qanchalik hayoti davomidagi voqealarni eslasak shuncha kam. Bular qancha ulamolar tomonidan kitoblarda yozilib muhrlangan, yana qancha olimlarimiz tomonidan bugungi kunda ham xalqimizga yetkazib, Navoiy hazratlaridan ibrat oladigan tarbiyaviy jihatlarini juda ko'p yoritib borishyapti. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Hazrat Navoiyni qanchaki eslab, qanchaki bu zotni ijodiga biz ham qo'shilishib ijod qiladigan bo'lsak, shu insondan o'rnak olsak, bizga hayotimizda shunchalik foydasi bor deb o'ylayman. O'tgan safar mana siz aytganingizdek, Hamsa asarini o'qigan 100 ta oiladan 80 tasi ajrashmaydi deb olimlar e'tirof qilishgan Navoiyni Hamsasini. Endi bugungi kunda mana Navoiy hazratlarining qo'shiqlarini yana qayta ustozga murojaat qilganimizning sababi, Navoiy hazratlarida g'azallariga qo'shiqlar juda ko'p. Mana o'tgan safargi aytganingiz oshiq bo'ldim g'azali bo'lsa, undan keyingi mana Navoiy hazratlaridan butun hofizlar hammasi kuylashib chiqqan ustozlarimiz Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Tavakkal Qodirov, ustoz Sherali Jo'rayev, Komiljon Otaniyozovlar hammasi jamikisi Navoiy hazratlarining g'azallaridan juda ko'p qo'shiqlar qilishgan, qo'shiqlar ijro etishgan. Shulardan eng muhabbatlisi deb menga shunday tuyulgan bo'lsa kerak, lekin xalqimiz ham bilishadi, Navoiy hazratlarining ijodiga, Navoiyning g'azallariga juda ko'p muhabbat qo'ygan inson ustozimiz Sherali Jo'rayev. Alloh rahmat qilsin shu odam deb men bilaman. Endi Sherali Jo'rayev ustozimiz qarasak, ijodlarda yarmiga yaqin qo'shiqlari Navoiy g'azallariga qilingan qo'shiqlar, ijodlari. Alloh bu kishidan ham rozi bo'lsin. Juda ko'p Navoiyda kim Navoiyshunos olim bo'lsaki yo kimki Navoiydan ikki og'iz narsa bilsa ham ustoz Sherali Jo'rayev huzurlariga chaqirib shu bir anjumanlar o'tkazardi. Alloh rahmat qilsin. Endi biz ham shu ularni davomchisi bo'lib Navoiy hazratlarini bizdan keyingi kelajakdagi yoshlarga, shogirdlarga yetkazishni o'zimiz zimmamizdagi vazifa deb bildik. Bugungi kundagi yoshlarimiz, san'atkor yoshlar, shogirdlaringiz to'g'risida ikki og'iz to'xtalsakda, bugungi kunga haligi Navoiy hazrati g'azallariga murojaat qilmayotgani yoki bo'lmasam bir fonogramma, sun'iy intellekt degan narsalar bo'lib ketib, yoshlarimiz shu Navoiy hazratlarining g'azallarini o'qib, shuni qo'shiqlarini kuylashga biz targ'ib qilyapmiz. Shu to'g'risida bir ikki og'iz siz ham gapirib o'tsangiz, ustoz. Rahmat Dilshodbek, mana bugun yana taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Hazrat haqida, Navoiy haqida juda ko'p gapirsak ham biz oxiriga yetolmaymiz. Bu insonni qilgan ishlari mana shu kungacha yetib kelib, bizdan keyingi avlodlarga ham yetib qolishligi uchun
biz sababchi bo'lib qolishimiz kerak. Bizdan keyingi ijodkorlar ham sababchi bo'lishi kerak. Ustoz san'atkorlar hammasi izlanib, ayniqsa mana ustoz Sherali Jo'rayev juda ko'p g'azallarga murojaat qilgan, yetkazib ijro qilgan. Bugungi kungi yoshlarimiz ham hali bu sun'iy intellektda fonogramma qila olmasdan shu o'zlari ijod qilib, Navoiyni g'azallariga o'qib, ijod qilib, ustoz san'atkorlarni qo'shiqlaridan ijro qilib bersa, yana davom etadi bu narsalar. Alloh taolo Hazratni joylarini jannatda qilsin. Bugungi ko'rsatuvga shu istaganlar degan g'azaliga qo'shiq qilib aytib bermoqchiman, ijro qilib bermoqchiman, ruxsat bersangiz. Albatta aka. Endi ajoyib suhbatimiz bo'lyapti, lekin muxlislar ko'proq haligi sizdan qo'shiq kutishadi. Endi asosan maqsad ham o'sha Hazrat Navoiyni g'azalidagi qo'shiqni ijro qilish. Hozir o'sha izlaganlar qo'shig'i albatta juda ko'p ijro qilingan ustoz Sherali Jo'rayev tomonidan o'sha odamni qalamiga mansub bu qo'shiq she'ri Hazrat Navoiyni g'azallari. Shuni endi muxlislar tomonidan ham iltimoslar bo'lganligi uchun albatta sizdan bir istaganlar, izlaganlar deb ham aytilgan, istaganlar qo'shig'ini eshitsak, marhamat aka.
شوقیدن نوایی اتعالی استرل یا adam داشتی دیم ملکی فنا دستگیز ملکی فنا دستگیز دشتی دیا ملکی فنا دستگیز Rahmat ustoz, olun. nafaslaringizga ko'z tegmasin. Alloh yana san'atingizga san'at qo'shsin. Shogirdlarga bosh bo'lib yuring. Navoiy hazratlarini g'azallaridan bo'lgan shunaqa chiroyli qo'shiqlarni kuylab yuborish nasib qilsin. Hammamizga ham, boshqa qo'shiqchilarga ham. Bugungi ko'rsatuvni yakunlashimizdan oldin yana hofizlarimizdan iltimos qilib qolardik. Navoiy hazratlarini g'azallaridan qancha bo'lsa yana bu ko'rsatuvimiz hali davom etadi. Bu ko'rsatuvni saraton, asad oylarigacha davom ettirmoqchimiz. Bu degani iyun-iyul oylari. Oxiri iyun-iyul oylarida Xudo xolasa men shu mo'ljal qilyapman. Navoiy hazratlarini har bitta g'azaliga bo'lgan qo'shiqlarda hofizlar bilan kuylab chiqamiz bittadan degan shu maqsad niyatlarimiz bor. Alloh shu niyatlarimizga yetkazsin. Bugungi ko'rsatuvimizga yana bir marta xush kelibsiz ustoz. Katta rahmat. Alloh qadamlaringizga rozi bo'lasiz. Yana muxlislarimiz bilan keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha Alloh hammanglarni sog' salomat, tinchlik, omonlik, xotirjamlikda, uylarga qut baraka, har bir xonadonga Navoiyda g'azallari kirib borishligini chin ko'ngildan istab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.